Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda kelgusi 3 kun davomida bo'ladigan ob-havo prognozini e'lon qilamiz. Ertadan boshlab, ya'ni 24-avgust, 25-avgust hamda 26-avgust kuni kuzatiladigan ob-havo prognozlari. 24-avgust dushanba kuni Toshkent shahri va markaziy viloyatlar, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo kam bulutli va ochiq bo'ladi. Kunduzi harorat 34-35 daraja, kechqurun esa shabada hisobiga 18-23 darajagacha salqin bo'ladi. Farg'ona vodiysi, Andijon, Namangan, Farg'ona mutlaqo quruq va quyoshli ob-havo kuzatiladi. Kunduzi harorat 33-35 daraja, kechqurun esa 19-22 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo kunduzi issiq kuchayib 36-38 darajagacha ko'tariladi. Kechasi esa 21-24 daraja atrofida bo'ladi. Janubiy viloyatlar, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida respublika bo'yicha eng issiq harorat saqlanib qoladi. Kunduzi harorat 38-40 daraja, kechqurun esa 23-26 daraja bo'ladi. Shimoliy hududlar, Qoraqalpog'iston va Xorazm kam bulutli va shamol tezligi ba'zi joylarda 9-14 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Kunduzi 32-34 daraja. 25-avgust seshanba Toshkent shahri va markaziy viloyatlar, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida quyoshli ob-havo davom etadi. Kunduzi harorat biroz pasayib 33-34 daraja. Tungi soatlarda esa 17-20 darajagacha salqin tushadi. Farg'ona vodiysi kam bulutli va ochiq osmon. Kunduzi 32-34 daraja, kechqurun esa 18-21 daraja. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kunduzi harorat 35-39 daraja, shamol sharqiy yo'nalishdan esib chang to'zonlar ko'tarilishi ehtimoli bor. Shimoliy hududlar tunda havo harorati sezilarli pasayib 15-18 darajagacha salqin bo'ladi. Kunduzi esa 31-33 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.